siz adekvat inson sifatida, kallasi ishlaydigan, mulohazali inson sifatida nima yechim bera olasiz? Mana shunga qarshi kitayskiya kuxnya, Chinese food. Tag'in shahar markazida Maxim Gorkiyda. Bu Xitoy taomlarini, Xitoydan boshqa odam yemaydi. Hiliga chidolmaydi, ta'miga chidolmaydi. O'zbek buni 99% holatda yeyolmaydi. Bo'tga faqat Xitoyliklar keladi. Ras ko'p Xitoylik bo'ldimi, restoran ochadi. Qaysi soha vakillari Xitoyliklardan qo'rqish kerak? Restoran sohasidagilar hozir qo'rqmasa ham bo'ladi, meni fikrimcha. Chunki bularni oziq-ovqatlari O'zbekistonga kirsa, o'zbek buni yevormaydi. Mashina sohasida polniy kirib bo'ldi. Bizani monopolistimizni po-любому sindira olmaydi. Qaysi soha vakillari yokida qaysi tadbirkorlar deylik, nima bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar Xitoy O'zbekiston bozoriga kirishidan qo'rqish kerak va nima uchun? Men o'zim bilgan sohamni aytaman-da. Tuning sohasida ham o'sha kirib kelayotgan ekan. Bundan biz qo'rqmaymiz. Mana bizda Tuning for Cars, Tuning House, iWash, shunga o'xshagan brendlar bor. Kim qo'rqyapti yokida kim qo'rqsin? Yozinglar, bir gaplashinglar kommentariyda. Давайте.